ChatGPT ijodiy guruhiga har doim ChatGPT ertaga biz ham sizga beramiz. GapGPTda ChatGPTdan so'rab zaps. Oilangiz haqida ozginagina aytib berdingiz. Endi mana Sirdaryoga. Ha? Aytmadim. Do'stim mayda Londonga kelib o'qiysiz. Ha? Ha. Mayda ko'tarib. Yo'q. Qanday olib kelaman boshqa samolyotda-da. Siz bilan Желудкаңызda chidamay boqishim. Yo'q. Suv qochib ketdi. Qarang, o'sha suv qochib ketdi. Kim ekan bilmayman. Chunki o'sha baribir san'atkor bo'lgandan keyin turolmaydi-da odam. Ko'rasiz-da siz. G'ingillab yuraveradi. Shunaqa. Yoz Hozir bo'ldi. 1 minut bo'lsak. Yoz jon uzildi. Sho'rami somsam bitsa o'zing chiqib ketasanmi yo'q tepib chiqasaverayim deyman. Bizni tomosha qilib turgan va albatta bizni kanalimizga obuna bo'lgan barcha aziz yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga, qolaversa bizni sevib tomosha qiladigan barchaga assalomu alaykum. Bugun yana siz bilan GapGPT oshxonasidamiz. Vaholanki sumalak bazmini o'tkazib, nafasimizni rostlab olganimizdan so'ng qarabsizki, yana ko'rsatuv yozish jarayonidamiz. Bizda tinim umuman yo'q desam ham bo'ladi. Bilasizmi nima uchun? Chunki sizni xonadoningizga aynan dasturimiz orqali nafaqat yaxshi kayfiyat, balki birozgina bo'lsa-da hayotingizga rang-baranglik olib kirish eng asosiy niyatimizdir. Va aynan mana shu niyatni bugun ko'rsatuvimizga siz taniydigan, balki tanimaydigan ajoyib bir insonni taklif etdik. Yuzlab qalblardan chiroyli navolari va ovozlari bilan joy olgan inson Dostonjon Mirzakarimov bugungi dasturimiz mehmoni. Dostonjon, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Dostonjon. Avvalambor dasturimizga xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va o'ylaymanki bizni tomosha qilib turgan aziz mehmonlarimiz bugun qo'lingizdan tayyorlanadigan ajoyib bir taomni o'rganish bilan birgalikda sizni chiroyli kuylaringizdan, qo'shiqlaringizdan bahramand bo'lish bilan birgalikda ajoyib hayot hikoyangizga ham quloqdosh bo'lishadi. Assalomu alaykum. GapGPT loyihasini tomoshabinlari, taklif uchun kattakon rahmat, juda ham xursand bo'ldik. Mana Buyuk Britaniyada ommalashib borayotgan va Buyuk Britaniyadagi o'zbeklar va boshqa millatlar ham qiziqib endi ko'rib borayotgan GapGPT loyihasiga, ijodkorlarga omad har doim hamroh bo'lsin. Kattakon rahmat. Aminman, bugun qo'lingizdan nimadir mazali bir nima yeymiz. Dostonbek, keling, masalliqlardan boshlaylik. Bugun sizga nimalar kerak bo'ladi va nima tayyorlamoqchisiz? Bugun endi men o'zimni zo'r oshpaz deb aytolmayman, chunki men havaskor oshpazman. Bugun mana Angliyaga kelgan studentlar yoki ishlash uchun har xil maqsadlarda kelishadi. Hammaga masalan O'zbekistonning somsalarini, O'zbekiston milliy ovqatlarini yeyish sog'inishadi. O'sha paytda mana o'zimizning bahor fasli hozir ko'k somsa yegilari kelganda oddiygina tez bitadigan somsa qilishni qo'ldan kelgancha life hack qilamiz. Demak, bugun siz bilan tez tayyorlanadigan, qolaversa byudjetli bo'lgan somsa tayyorlaymiz. Demak, nafaqat ko'k somsa ko'rib turishim bo'yicha, balki go'shtli somsa ham tayyorlaymiz. Qatlama somsa bo'lar ekan. Demak, qancha go'sht bor bizda va bu qanaqa go'sht? Qo'y go'shti 1/2 kilo. 1/2 kilo qo'y go'shtini qaysidir qismi bo'lishi shartmi yoki farqi yo'qmi? Yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. 1/2 kilo suyaksiz qismi bo'lsa bo'ladi. Suyaksiz, yog'liroq bo'lsinmi, yog'sizroq bo'lsinmi? Tabiga qarab-da, hammaning tabiga qarab, tushunarli. 6 ta tuxum bor ekan bizda. Hammasini ishlatamiz? Yo'q, bizga 2 donasi kerak bo'ladi, faqat somsani qanaqa chiroyli qo'shish. Ustini bezatishga. Tushunarli. Ikkitagina sotishmadimi sizga? Yo'q, ikkita yo'q ekanda. 6 ta olasan deydi. Piyoz
3 dona o'rtacha piyoz. O'sha anaqamizga aralashtirish kerak. Ham qiymaga, ham go'shtga, ham spinach bilan ko'k somsaga. Bu ezilgan zira. Bu ground koriander, o'sha kashnich urug'ini maydalangani. 2 xil qalampirimiz bor. Bittasi qora qalampirni mayini, bittasi ko'rs. Tabga qarab kim qanaqasini ishlatsa ishlatishadi. Va ko'k somsamizga ishlatadigan masallig'imiz bu Ismaloq. Ushbu retseptni eng kerakli nuqtasiga keldik. Tatam! Bu ham bo'lsa parata. Demak, biz muzlatilgan parata ishlatamiz. Qo'llama xamir tayyorlamaymiz, chunki xamir qila olmayman dedilar, lekin bu parata bilan somsamiz juda ham mazali chiqadi, qavat bo'lib chiqadi. Rostini aytsam, parata bilan hali yeb ko'rmagan ekanman. Bu paratani menimcha ko'proq o'sha turk do'konlarida, pokistonliklarning do'konlarida, Asian do'konlarda muzlatkichida bo'ladi. Qanaqa parata bo'lishi muhimmi yoki yo'qmi? Yoki o'sha prosta hech narsasiz plain parata bo'lishi kerakmi? Shu plain parata bo'ladi. Bu o'zi qatlama qilib, yoyilgan bo'ladi, tayyor. Qatlama qilib yoyilgan tayyor bo'ladi. Demak, mana paratamiz bor. Bundan necha dona ishlatamiz? Bundan shu masallig'imiz 20 taga yetsa kerak. 20 ta somsaga yetsa kerak. Akras odam boshi sanab anaqa qilsa, malades bo'lar ekansiz. Demak, paratali somsani tayyorlashni nimadan boshlaymiz? Birinchi piyozimizni archishni boshlaymiz. Piyozimizni archib to'g'rashdan boshlaymiz. Mana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Parata odatda muzlatkichda bo'ladi. Tayyorlashdan qancha payt oldin buni muzlatkichdan chiqarib qo'yish kerak? Tayyorlashdan shu 15 yarim soat oldin. Yarim soatcha oldin. Buni alohida qilib yoygandan keyin o'zi 10 minutda o'zi anaqasiga keladi bu. Defrost bo'ladi. Tushunarli. O'sha keyin tugursiz ham bo'ladi-da. Tugursiz bo'ladi. Unaqada tezlashimiz kerak, u yopishib qolmasdan, to'g'ri? Ozgina tezlashish kerak. Tugishda menga yordam beraverasiz, chunki harakat qilaman, va'da beraman. Yopishib qolishi mumkin. Harakat qilaman. Bo'ldi. Unda keling, mana piyozni to'g'rashdan, archishdan boshlaylik. Doston, siz piyozni tozalab archaverar ekansiz. Men sizga o'zimni savollarimni berib, chalg'itib, qo'llaringizni kestirib olmasam bo'ladi. Endi mana o'zingiz haqingizda bizani tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizga ozgina aytib bersangiz, qayerda tug'ilgansiz, nima ish qilgansiz, qanaqa oilada tug'ilgansiz, nechinchi yil Buyuk Britaniyaga kelgansiz va ayni paytda Buyuk Britaniyada nima ishlar qilasiz? O'zi Jizzax viloyatini Sarmish degan qishloqda tug'ilganman. Sarmish. Sarmish qishlog'ida tug'ilganman. Va 3 yoshligimda ota-onam Sirdaryo viloyatiga Yangiyer shahriga ko'chib kelishgan. Demak, do'stlar, mana 3 yoshingizda Sirdaryoga ko'chib o'tibsizlar. To'g'rimi? Oyingizlar ham, dadangizlar ham o'qituvchi ekanlar. Qaysi fandan dars beradilar? Onamlar boshlang'ich ta'limdan dars beradilar. Dadam musiqadan dars berganlar. Musiqadan? Mana qayerda bo'lmasa sizlar u anaqa musiqaga bo'lgan qiziqish. Tushunarli. Endi piyozni nima qilamiz? Piyozni to'g'raymiz, bo'ldi. Siz gapirib to'g'ravering. Bo'lmasa bugun somsa yemay qolib qo'ying. Yuvarsiz piyozni. Bo'ldi, men sizga yuvib beraman, hozir bering. Sirdaryoga ko'chib kelganimizdan keyin shu bog'chada o'qidim. Shu yoshligimdan san'atga qiziqishimni onam sezib qolganlar. Necha yoshingizda sezganlar? 3 yoshimda shu qishlog'imizga endi ko'chib kelganmiz Sirdaryoga. Qishlog'imizga shu avtobusda ketayotgan bo'lganmiz onam bilan. Shu avtobusda bo'layotgan qo'shiqni shu borguncha yodlab olganman-da. Esingizda bormi qaysi qo'shiq ekanligi? 2 soat ichida Mahmud Nomozov anaqa "Sutay oqshom qo'ynida" degan qo'shiq bor edi. O'sha qo'shiqni borguncha yodlab olib, o'zidagi qilib aytib yurganman-da qishloqda. Keyin sezib qolganlar. Va buni anaqasi qo'shiq aytishga iste'dodi bor ekan. 3 yosh bola shu Mahmud Nomozov qo'shig'ini endi o'zidagi qilib aytib yurganman-da. Keyin shu bilan shu san'atga o'qitamiz buni deb shunaqa niyat qilishgan ekan. Birinchi sinfligimdan shu o'zimizning O'zbekiston Yangiyerda, Sirdaryo viloyati Yangiyerda muzikaliy maktabga berishdi. To'g'ri, birinchi taekvondoga berishdi. 3 oymi 4 oy taekvondoda o'qidim. O'sha hamma bilan urushib kelaverganimdan keyin dadam taekvondoga bo'lmas ekan dedi. Keyin muzikalniga olib borib tashladilar. Muzikalniga kirdim, imtihon topshirib.
Muzikalli maktabgami, institutgami, Yo'q, kollejgami? maktabda o'qirdim, qo'shimchasiga muzikalniga borib qatnab o'qirdim. Tushunarli, tushunarli. Demak, значит, qo'shimcha to'garak sifatida olasiz. To'garak sifatida. Qaysi instrumentlarda chala olasiz? Men rubob chala olaman. Rubob chala olasiz. Birinchi o'zi rubobdan boshlaganman. Rubob chalib qo'shiq aytardim. Keyin 4-sinfgacha muzikalni tugatib, 5-sinfdan keyin Gler nomli respublika musiqaga ixtisoslashtirilgan akademik litseyga o'qishga topshirdim. Toshkentdagi. Shu rubob chalib qo'shiq aytib berdim. Yoqdagiligim yoqdi, chiqib olishdi o'qishga. Keyin sinfimizda bo'yi eng kichkinasi o'zim edim. Bo'yim juda kichkina edi. 8-sinfgacha. Shu 5-sinfda juda kichkina bo'lganim uchun o'sha Glerga imtihonga topshirishda doktorlar tekshirardi-da hamma bolani. Qo'lini o'sha qanaqa o'sha tanasining tuzilishiga qarab shu instrumentlarga qo'yishardi. Keyin bu kichkina bola ekan, qo'lchalari ham kichkina ekan deb keyin nayga qo'yishdi. Dutori joyiga. Men o'zi rubobga kiraman borganman. Rubob o'rniga nayga qo'yishdi. Rijakka qo'yaman deganlar dadamda. Rijak orqasida ko'rmay qolardi. Unga ham bo'lmagan-ki, nayga qo'yib qo'yishgan. Nay kichkinagina. Anaqasi ham jussasi ham kichkina ekan, nayga kiradi. Shu bilan keyin naychi bo'lib ketganman-da. Hali ham chalasiz-ni. Demak, значит, Gler nomidagi maktabni tugatgansiz. 9-sinfgacha o'qiganman. 9-sinfgacha o'qigansiz. Mana musiqa maktablarini tugatganda qanaqadir sertifikatlar yoki diplomlar berishadi? Beradi. O'sha Gler bitirganlik haqida shu shahodatnoma olganmiz. Keyin Gler bitirib, Uspensky nomli u ham xuddi shunaqa akademik litsey, musiqaga ixtisoslashtirilgan akademik litseyga 3 yil litseyni o'sha yerda o'qiganman. U ham nay yo'nalishi bo'yicha yoki qo'shiq aytish? Yo'q, nay yo'nalishi bo'yicha. Estradami? Shu 5-sinfdan shu nayga kirganimizda spetsi nay bo'lib ketganda, shu bilan naychi bo'lib ketganman. Demak, uyingizdagilar o'sha musiqa yo'nalishida davom ettirishingizda qo'llab-quvvatlashgan sizni. Shunaqa. Mana oilada necha kishisizlar, Doston? Oilada 5 kishimiz. 2ta opam bor. Men bitta o'g'ilman. Keyin ota-onam shu. 5 kishi aka-ukalar emasmi? Ha, yo'q. O'ylab turdim. 5 kishi hozir 2ta 3ta yana 2ta aka-uka qayerga ketdi deb matematikar ekanlar. Demak, sizlar 2 qiz, 1 o'g'il va ota-onangiz 5 kishilar oilada. Shunaqa. Siz oilada o'rtanchisiz. Oilada eng kichkinasiman. Eng kichkinasi. Menga o'xshagan erkaklar ekansiz, bo'lmasa. Shunaqa. Uyingizdagilar mana bo'lmasam, mana endi bilinib turibdi, nimaga ovqat qila olmasligingiz, ikkita opangiz bo'lgandan keyin, eng kichkina bo'lganingizdan keyin albatta sizga ovqat qildirishmaydi-da. Mana Buyuk Britaniyaga kelganingizga qancha bo'ldi? Kelganimga 3,5 yil bo'ldi. 3,5 yil bo'ldi. 3,5 yil. Aytib bering mana shu kelish yo'lingizni, qanaqa qilib kelgansiz, nima yo'nalishda, hozirgi kunda nimalar bilan shug'ullanasiz? O'zi aslida shu nay sohasi bo'yicha oldin ham Yevropa davlatlariga ko'p chiqqanman. Gretsiyaga, Italiyaga, Germaniyaga borganman. O'sha bizani Uspensky o'qishimizda Dildora Jamalova degan ustozimiz bo'lardi, direktorimiz. O'sha bir marta nay chalganimni eshitib qolib, "Yo'q kelsan" deb, "Seni Gretsiyaga olib ketaman" deb shu bilan ko'p davlatlarga olib chiqqanlar. Даже institut o'qiganimda ham men buni tadbirga olib ketaman deb vazirliklardan ruxsatlar olib, institut o'qigan paytimda ham Germaniyaga olib ketganlar edi. Qaysi institut o'qigansiz, Doston? Madaniyat institutini bitirganman. San'at va madaniyat institutini uni ham shu nay sohasida bitirganman. Nay chalish sohasi bo'yicha bitirgansiz. Barakalla. Mana institutni bitirdingiz. Yana bir narsani aytib o'tishim joiz. Doston Nihol mukofoti sovrindori. Men bilan qo'shiq aytishlarini birinchi marotaba, yolg'on bo'lmasam, 6 yil oldin, 5 yil oldin eshitganman. 5 yilchi bo'ldimi? Esizdami? Kuz fasli degan bir marosimda uchrashib qolgan edik. O'shanda birinchi marotaba sizni qo'shiq aytishingizni eshitgan edim. Juda ham ajoyib tarzda ijro etib bergan edilar. O'shanda menga birinchi marotaba bularni tanishtirishimda men Nihol mukofoti sovrindoriman degan edingiz. Yo'q, lekin 5 yil oldin emas edi. 5 yil oldin kelishganingizga 5 yil bo'lmagan ekan. Demak 3 yil oldin. 3,5 yilmi bo'ldi-da endi. 3 yil oldin. 3 yil oldin birinchi marotaba sizni qo'shiq aytishingizni eshitib ko'rgan ekanman. Mana Nihol mukofoti sovrindori bo'libsiz. Shuncha darajadagi yutuqlarga erishibsiz, universitetlarni tugatibsiz. Nimaga O'zbekistonda san'at sohasida davom ettirishni xohlamadingiz? Xohlamadim emas. Endi o'zi shu chet ellarga chiqqanim uchun Yevropa davlatlariga borib, hech bo'lmasa 3 yil, 4 yil yashab kelaman deb niyat qilib yurardim o'zi oldinlari. Keyin shu bilan
institutlarni bitirdim. Madaniyat kollejida shu o'qituvchi bo'lib ishlab yurdim. Madaniyat kollejida. Madaniyat kollejida 1 yil ishladim. Keyin u bilan qo'shimcha anaqada ishlardim. Lazgi ansamblida ishlardim. Og'abek Sobirov boshchiligida Lazgi ansamblida ishlardim. Instrument chalardingiz. Ha, nay chalardim u yerda ham. Keyin shu bilan men bu Angliyaga ketayotgan ekan odamlar. O'sha mavsumiy ish bo'yicha anaqalar ochilibdi, kvotalar ochilibdi degan xabar keldi-da. Xolamning o'g'li aytib qoldi. Aka bir harakat qilib ko'rmaysizmi? Yo'lda o'rgan o'sha bola ekan. Xolamning o'g'li aka bir harakat qilib ko'rmaysizmi? Telefon qilib qoldi. Keyin shu bilan bo'ldi dedim, harakat qilamiz dedim. Siz ham kelishingizdan oldin o'ynab, kulib, qulupnay teraman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Yo'q. Keyin telefon qilib, xullas bitta uzoq qarindoshimiz shu hujjatlar bo'yicha shug'ullanayotgan ekanlar. Ularga telefon qildim sirazi. Nima bo'lyapti, mana shunaqa aytsam. Sen dedi qulupnay tera olasanmi dedi. Terib tashlaymiz dedim. Ish bo'lsa bo'ldi, borib ishlab kelamiz. Terganda qulupnay nima deysizmi? Terib tashlaymiz dedim. Borsam bo'ldi Angliyaga dedim. Keyin shu bilan senga tez beradi, biz istoriyang yaxshi ekan dedi. 20 kun yoki 25 kunda o'sha hamma narsa hal bo'lib, qarasam Londonga uchib kelyapman dedi. Demak, institutlarni bitirib, tugatib, o'sha O'zbekistonda karyerangizni tugatgandan keyin bir qarindoshingiz kelib sizga Buyuk Britaniyaga o'sha mavsumiy ishga xohlasang agar apply qilib ko'rgan. Ha, shunaqa. Balki omad kulib boqadi deb sizni to'g'ri yo'nalishda jo'natib yuboribdilar. Shunaqa. Mana keldingiz Buyuk Britaniyaga. Hazil bilan kelib qarasam Angliya dalalarida yuribman deydi. Angliya dalalarida yuribman. Bu birinchi taassurotingiz qanaqa bo'lgan? Birinchi taassurotim 20 kunda qochib kelganman. Yo'q, birinchi taassurot zo'r bo'lgan, chunki Angliyaning tabiati juda chiroyli. O'zim ham yaxshi ko'rib qolganman. Tabiatni yaxshi ko'raman-da. Bordim, yam-yashil o'rmonlar, bog'lar, keyin shunaqa joylarda nima deydi? Qo'y, qo'zi, mol, vashti chiroyli-da. Chunki o'zim qishloqda tug'ilganman, qishloq shunaqa tabiatni yaxshi ko'raman-da. Ajoyib bo'lgan birinchi taassurotim. Endi oxirigacha ishlayman, shu yerda qolaman deb o'zimga aniq qilganman birinchi. Keyin qulupnay tera olmaganimdan keyin oxiri qulupnay terishni aytib bering, chunki mana hozir yana o'sha mavsum ochiladi, sekin-sekin. Menimcha may, iyun oylarida qulupnaylar pishib boshlaganda fermerlarga ish kuchi kerak bo'ladi va albatta yana O'zbekistondan balki boshqa davlatlardan ham istiqomat qiluvchi o'zbeklar kelishi xohlar. Mana aytib bering, qulupnay terish qanaqa bo'ladi? Qiyinchiliklari nimada? Nima uchun 20 kunda qochib ketdingiz? Sabablari? Shulardan ham aytib bering. Endi qulupnay terish unaqa qiyin ish emas o'zi. Uzr, bu yerda gapingizni bo'laman. 3 dona piyozimizni to'g'radik, kichkina kubik shaklida. Bu обязательно mana shu shaklda bo'lishi kerakmi yoki kim qanaqa xohlasa to'g'rashi mumkinmi? Endi kim qanaqa xohlasa to'g'rashi mumkin, lekin mayda bo'lsa, mana somsa tukkanda xalaqit bermaydi-da. Xamir teshib yubormaydi. Tushunarli. Mayinroq qilib to'g'rasangiz, shunchalik yaxshi chiqar ekan. Endi biz go'shtni to'g'rashga o'tdik. Go'shtni qanaqa to'g'raymiz? Go'shtni mayda to'rtburchak qilib. Mayda to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Shunaqa. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz hayron qolishgandir. Yana bitta kosa qayoqdan paydo bo'lib qoldi deb esimizga keldi. Muzlatgichda dumma bor ekan va doston aytdiki, somsaga ozginagina dumma sovorsak, kichkinagina bo'lakchada undan ham mazaliroq chiqadi deb, shuning uchun muzlatgichdan chiqarib qo'ydik hozir. Buni ham go'shtga qo'shib to'g'rab olamiz. Kimda bo'lsa-da, chunki Angliyada dumba sotishmaydi. Menimcha lekin bugungi kunda dumba topish juda ham oson. Men yana onlayn do'konlarda ham ko'rdim. Aynan o'zimizni dummani sotib olish mumkin. O'shancha O'zbekistondan olib kelishga hojat qolmadi. Lekin ko'p joyda so'raysiz bermaydi-da, lekin. Demak, go'shtimizni hali to'g'rar ekanmiz. Mana Buyuk Britaniyaga keldingiz. Birinchi taassurotlar zo'r, chiroyli, tabiati zo'r. Farmga bordingiz, o'sha fermaga. Birinchi kuni yig'ishingiz kerak. Qulupnayni terish kerak. Farmga bordik. Bizani 10 kun indamadi, tegmadi. Ish o'rgatdi. Qanaqa ish o'rgatishadi? O'sha qulupnayni barglarini mamlaqa tozalash, qurigan narsalardan tozalash, keyin shu zararli o'tlarni yulish, shunaqa ishlarni qildik boshida. Demak, o'sha fermada ishlaydigan odam siz kimnidir biriktiradi, ular sizga qanaqadir trening o'tkazishadi, to'g'rimi? Supervisor. Ha.
supervisor 10 kun trening qiladi, o'rgatadi ishni, mana bunaqa qilasan, bunaqa qilasan deb. Keyin o'sha 10 kundan keyin anaqa boshlanadi. Terim. No chiqaradi. Yig'im terimga olib kiradi. Keyin norma qo'yishni boshlaydi. Masalan, 10 kun davomida siz 3-4 yashik terib yurgan bo'lsangiz, o'sha 10 kundan keyin o'sha normaga o'tasanlar deydi. Chunki shuncha o'rgatdik, 10 kun davomida sizlar ish o'rgandilaring, endi bu yoqiga norma qo'yamiz deydi. Masalan, obedgacha 11 yashik terasizlar deydi. 11 yashik kattaligi qanaqa? Necha kiloli yashiklardan Qanaqa gapiramiz? yashik deydi mana. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilocha. Demak, 5 kiloli korobkadan 11 ta terishingiz kerak. Ha, shunaqa. 55 kilo qulupni terishingiz kerak. Shunaqa bo'ladi. Taxminan, bu ham aniq emas. Qiyinmi uncha terish? Termagan odamga qiyin-da va Necha soat berishadi? obedgacha 12 da obed bo'ladi-da. 12 dan 1gacha 1 soat obed bo'ladi. Yoki В общем, necha soat ichida o soat sal uzoqroq joyga borib ishlardik. Bizani soat 5 Yo, ish kuninglar necha soat edi demoqchi. 7 dan boshlanadi. Soat 5 gacha. 5 kechgacha. 5 gacha. Uzoq, juda ham uzun kun ekan. Ha, uzun. 12 soatlik 12 soat. shiftda sal kamroq. Yo'q, har xil firmalar bor. Bir xil firmada 10 soatlab, 8 soatlab ish beradi. Bir xil firmalarda shu 12 soatlab ish beradi. Demak, o'sha 8 soat yoki 12 soatda 5 kilo, 10 kilo dedingizmi? 55 kilomi? Yo'q. 55 kilo. Uni obedgacha terishingiz kerak. U obedgacha terish kerak. 12gacha terishingiz kerak. Voy. Bo'lmasa obedgacha ishlatadi, go home deydi. Ha, uyga ketaver, ukam Ketaver, bo'ldi. dedi. Charchadim, damiga olgin dedi. Ba'zan qochdi deydi. Shunaqa. Bo'pti, mana obedgacha normani bajara olmabsiz, sizga bo'ldi go home deyishdi. Shu ketganingizdan keyin qaysi paytgacha pul to'lashadi? Chunki siz umuman soat 5 gacha yoki 6 gacha ishlashingiz kerak. Ha, obedgacha pul to'lashadi. Shu 5 soat ishlagan bo'lsangiz, 5 soatga to'laysiz. Tushunarli. Demak, planni bajara olmasangiz, faqat o'sha obedgacha pulingizni olasiz. Shunaqa. To'g'rimi? Qancha ish oldingiz fermada? Fermada, pulimi? Yo'q. 20 kun. 20 kun chidadingiz. Ha, 20 kun chidadim, to'g'rirog'i. Chidadingiz. Ko'pchilik deylar? Yo'q, masalan, O'zbekistonda agar men qishloq xo'jaligi ishlarini qilib yurgan odamlar, masalan, zo'r ishlab ketadi bittada. Endi men O'zbekistonda 5-sinfdan aniqga ketganman. Toshkentga. Naychalganingizdan keyin pulab yuraverganmiz. 20 kundan keyin ketganingizdan keyin qayerga bosh urdingiz? Shu ketmasimdan oldin o'zbeklarning gruppasiga qo'shilgandim. Shu O'zbekiston Society degan Telegram. O'zbek Society degan Telegram gruppaga qo'shildingiz, xo'p. O'sha yerga qo'shilib, uy topdim. Uy topdim, lekin ish yo'q hali. 2021-yilda kelganman, lekin u paytda ish topishlar juda oson edi. Juda oson edi, chunki hech qayerda urush yo'q edi, hamma joy tinch edi. Shunaqa tavakkal, ozgina o'sha 20 kun ishlagan pulimni yig'dim-da. Londonga keyin yo'l oldim. O'zi qaysi shaharda edingiz? Hech kim yo'q. Qaysi shaharda edingiz? Hereford shahrida edim, Hereford. Hereford shahridaman. Xullas, qanday ketishni ham bilmasdim. Bitta har hafta bizani bozorga olib keladigan bitta opa bor edi, italyanka. O'sha opaga telefon rus tilini bilardi-da u. Men kelganimda ingliz tilini umuman bilmaganman. Tushunmaganman-da, slovarim bor edi-yu, lekin so'zlash praktika yo'q edi-da. Shunaqa. Shu bilan keyin o'sha opaga telefon qildim. Iltimos, meni dedim, Londonga avtobusga nimagadir chiqazib yubor dedim. Anaqa, ham taksi qilasan, pulini beraman dedim. Keyin bo'ldi, men senga o'zim yordam beraman, chiqazib yuboraman dedim. Keyin borib, bitta avtobus bekatga tashladi. Shu yerdan Londonga bo'ladi, shu yerda tursang, kutsang keladi. Bordim, kutaman. 2 soat kutdim o'zi ham. Yo'q de. Yana telefon qildim. Keyin bordim. Anaqaga bitta avtobusiga bordim, so'radim. Help me please dedim-da. I want to go this one dedim. I want to go London dedim. Keyin ish qilib amallab tushuntirdim. Bunga imo ishoralar qilib. Keyin bugun avtobus bo'lmaydi deyapti. Bugun avtobus yo'q, bugun yo'q. Londonga. Sizga bo'ladi deb olib keluvdi-yu. Ha, u adashgan ekan-da. Keyin u taksi sopaga ham telefon qildim. U avtobus bo'lmaydi deyishyapti. Keyin nimadir qil, meni kuzatib yubor Londonga dedim. Keyin bo'pti, seni poyezdga mindirib yuboraman, hozir boraman dedi. Shu bilan poyezd aniqiga borsak, 15 minut qolgan ekan yurishiga Londonga. Yugurdingizmi o'zi? Yugurdim. Biletlarni oldim. Uspet qildingizmi? Ha, uspet qildim. 3 soatda shu tez yurar poyezdlarda Londonga keldim. Waterloodan chiqdim, keyin Waterloo juda katta anaqa-yu bekat, poyezd bekati. Qo'rqdim-da.
voy men bu yerda yashamayman dedim. Hamma xalq anaqa gapiryapti, tushunmayman-da bularning tilini. Umuman tushunmayman. Slovar yodlaganman bo'lmasa kerak bo'lib qoladi deb yodlab yurganman. Bir-biri bilan gaplashyapti, umuman tushunmayman. Faqat help me please bilaman bo'ldi. Keyin shu bilan kartam bor edi qo'limda, lekin postkodlarni yozib, yo'llarni qanaqa topishni ham bilmasdim-da. Qarang, endi shuni bilmasangiz ham, Bilmasdan tavakkal qilib chiqib yuborganman-da. Keyin o'sha turgan anaqa metropolitendan anaqalardan so'radim. O'sha stansiyani nimalar, ishchilaridan so'radim. Stansiyaga borishingiz kerak edi shunaqa. Shuttle stationga. Shuttle. Siz ham East London tomonda biz ham vaqtida student bo'lib kelganimizda o'sha Shuttle ham House tomonda yashardik. Keyin o'sha Shuttle stationda turadigan bola, aka ishxonamga keling deb ishxonasining adresini jo'natdi-da. Ishxonamga keling, shu yerdan kalitni berib yuboraman dedi. Ikkita sumkalarni taqib olganman, og'ir. Keyin u Stepney Green'da ishlar ekan. Stepney Green'da ishlar ekan. O'sha yerga keyin bitta afrikalik opa o'shandan so'radim, yordam bermaslikka borishim kerak dedim. Juda insofli ayol ekan. O'sha yergacha olib borib qo'ydi o'zi. Men bilmayman, xullas anaqadan yozyapman-da, Google Translate dan yozyapman. Men bugun birinchi kun Londonga kelishim, hech narsani bilmayman, yo'llarni bilmayman, yordam berib yubor deb yozdim. Keyin o'zi olib borib qo'ydi, o'sha Stepney Green'gacha olib borib qo'yib, agar kutadigan odaming bo'lmasa, men o'zim chiqaman seni, ko'rsatib yuboraman yo'llarni deb. Shunaqa qilib Xudoning o'zi ishimni to'g'riladi. Shunaqa Xudoni sevgan bandasi ekansiz, yo'l yo'riq anaqa yo'lingizni oson qilib tayinladi. Shu bilan keyin u yoqqa borib oldim. U bolani ham topdim, kalit oldim. Keyin peshkom og'ir sumkalarni ko'tarib Shuttle stationga qarab yugurdim. O'sha payti sumkalarni olib, mana uzoq yo'l bosib, tilni bilmay turganingizda nima qilaman? Men o'zi bu yoqda qaytib ketaman. Borsin, Londonni ham boshdan qolsin degan xayollar kelganmi? Juda ham. Nima deydi? Masalan, aldab ketadi ham deb o'ylamaganman-da. Masalan, aldab boshqa joyga olib ketish mumkin edi-yu. Boshqa joyga olib borib, kesib, organlarimni, ko'chkalarimni olib sotib yuborish mumkin deb qo'rqmagan ekansiz. Qo'rqmaganman-da, tavakkal so'raverganman borib. Va o'sha qiyinchilikka uchragan paytingizda, bo'ldi, kerak emas, ketaman deb o'rgan paytingizda shu narsalaringizni yig'ib ketib yuboraman degan paytingizda nima qilgansiz? Yo'q, ketib yuboraman degan paytim qachon bo'lgan? Hani ish topa olmay qiynaladi o'zi bo'ladi. Boshlanishda kelganda ish topa olmay, ancha ishsiz bo'lib qolib, shunaqa paytlarda ketib yuboraman bo'ldi deganman. Endi ketaman deganimda ish chiqib qoladi deb. Ish chiqib qolib, ishlar yaxshi bo'lib ketib, men 3,5 yildan beri ketolmay yuribmiz. Ketolmay yuribsiz. Doston, mana qarang, 3,5 yil bo'libdi Buyuk Britaniyaga kelganingizga, hali ham o'rgana olmagan biror narsangiz bormi? O'rgana olmagan, endi tildan kamchiligimiz bor-da, hali ham. Xo'p, tildan tashqari? Tildan tashqari, endi конечно, onam ovqatlarini sog'inaman. Bu yerda baribir produktda hamma narsa topsa bo'ladi, bu yerda ham. Masalan, go'shtsiz go'sht bor, halol go'sht bor. Halol ovqatsiz halol narsalar bor, lekin onaning anaqasiga yetmaydi baribir. Shunaqa. Ularni mehr bilan pishirgan ovqatlari har doim ta'mi boshqacha bo'ladi. Qolgan narsalarga ko'nikdik o'sha. O'rganib ketdik. Ko'nikdik. Demak, go'shtni to'g'ri bo'ldik, gap bilan. Bugungi kunda Doston Londonda nima ish bilan shug'ullanasiz? Bugungi kunda hozir qurilish sohasi bo'yicha ishlayapmiz. Qiyin emasmi qurilish sohasida? Boshlanishida qiyin bo'ladi hamma ish. O'rganib ketguncha. Qurilishda qaysi yo'nalishda ishlaysiz? Qurilishda shu har xil ishlar. Masalan, obyektga qarab har xil obyekt bo'ladi. Bizlarni har xil ishlarga yollaydi-da shu. O'sha supervizorlarimiz qanaqa ish nima qilsa, bir xil payt shu buzishda ham ishlaymiz, bir xil payt fiksirlik ham qilamiz. Har xil ishlar. Tushunarli. Men bilaman, chunki qurilishda ish oson emas-da, og'ir ish. Shunaqa paytda ham bo'ldi, ketaman O'zbekistonga demaysizmi? Ketib borgingiz kelmaydimi? Yo'q, endi odam o'zini maqsadlari bo'ladi-yu. O'zi nima maqsadga erishmoqchisiz? Maqsad shu ota-onamga xizmat qilish. Chunki bizlarni shu yoshlikdan tarbiya berib, o'qitib, oq yo'l boqtiradilar-da. Endi asosiy maqsad shu ota-onani rozi qilib duosini olish. Tushunarli. Ota-onamga yaxshi sharoitlar qilib berish, shunaqa. Ularga chiroyli sharoit qilib bermoqchisiz. Ha. Londonda, Buyuk Britaniyada anaqangiz qanaqa? Planlaringiz qanaqa? Qurilishda uzoq ishlamoqchi emasman. Endi bu ham jarayonda, jarayon. Masalan, qurilishda ham ko'p ishlamaganman, dastavka ham qilganman. 2 yildan oshiq dastavka qildim. Dastavka qurilishda endi
hozirgi endi qurilish ishimiz yaxshi pul to'laydi. Daromad yaxshi bo'lgani uchun shu qurilishda hozir ishlab turibman. Ko'rdingizmi, bir erkakka 40 hunar ham oz deganlar-da, hamma ishdan ozgina qilib ko'ribsiz. Xudo xolasa. Londonga kelib ishlamagan ishim qolmadi. Ishlamagan ishingiz qolmadi. You name it deydi. Shunaqa. Xudo xolasa o'sha ko'nglingizga yoqib tushadigan, sizga hayotingizni bundan-da chiroyli qiladigan yaxshi bir ish sohibi bo'lishingizga aminman va bunga tez orada yetishingizga tilakdoshman. Rahmat. Demak, Dostonbek mana endi hamma narsani to'g'rab oldik. Endi ismaloni to'g'rashga. Ismaloni qanaqa qilib to'g'rashimiz kerak? Mayda qilib. Chunki ismalni qovurib olamiz. Hamma narsani, go'shtlarni ham hammasini qo'shib, qovurib, o'sha ziravorlarni solib tayyorlab olamiz. Tayyorlab qo'yamiz. Ikki pachka ismaloq ishlatdik. Kam ko'pligiga qarab yana ozgina qo'shib anaqa qilishimiz mumkin. Tabga ko'ra, masalan, oilada necha kishi bo'lsa, o'shanga qarab qo'shaveradi. Mana hozir o'rtoqlaringiz bilan birga turaman dedingiz. O'sha sizlar ham bizani studentlik davrlarimizdagi ochrid bilan, timetable bilan uy tozalab ovqat pishirasizlarmi? Shunaqa navbat. Mana sizni navbatingiz kelganda ko'proq qanaqa taomlar tayyorlaysiz? Dimlama qilaman. Eng osonida solib yopib qo'yasiz, bo'ldi pishadi. Galupchi qilaman. Keyin shu bir orada somsa ham qilib beraman. O'zi bolalar so'rab qolishadi, endi somsa qiling deb. Har xil ovqatlar, keyin oshqirishni bilmayman. Hali bilmaysizmi? Yo'q, oshqirishni o'rganishim kerak. Va hali aytib o'tdingiz, Muzaffar aka bilan ham, Muzaffar aka qo'llarida ham qanchadir payt ishladim deb. Mana nima deydi, tayyor ustoz tayyor bo'lganda ne shart o'rganib olmaysiz shunaqa osh pishirishni. O'zi bu nima deydi, Muzaffar akani qo'llarida bir kun ishlaganim, men ovqat pishirishni o'rganishimga motivatsiya bo'lganda. Xullas Londonga endi kelganman. Shu Sardor aka degan akamiz bor edilar. Hozir ham borlar. Sardor akadan telefon qilib ish so'radim. Ish topolmay yurgan paytlarim edi. Aka, mana shunaqa ish kerak edi. U tanishlarda ish bo'lsa ayting dedim. Ko'p yordamlar bergan, baraka topsizlar Sardor aka. Keyin shu Muzaffar akani oldiga jo'natdilar. Muzaffar akani oldiga boring, o'sha yerda ish bor ekan oshxonada, zagotovkada deyishdi. Keyin bordim. Keyin oldimga Doston yaxshi keldingiz, kutib olishdi. Oldimga bir qop anaqa sabzi tashashdi. Mana buni archib berasiz deyishdi. Keyin shu bilan anaqa sabzi archadigan bor-ku, buni. Pelera. Shunaqada boshladim ishni. To'g'riyman. Yarmiga keldim, 6 marta qo'lim kesindi. Voy, sabzi to'g'ramayman o'laydim deb qo'lim ilma teshik bo'lib ketdi o'zi ham bor. Muzaffar aka keladilar, "Voy, Doston, ehtiyot bo'lmaysizmi? Qo'lingiz kesib oldingizmi? Qon quyapti." Keyin bo'ldi, bo'lmasa bu ishni qilmaydi dedilar. Shu bilan kech ishladim amallab. Keyin shu bilan Muzaffar aka bu ishni menga to'g'ri kelmadi dedim. Biroq oila sabzi tozalamaydigan bo'ldingizmi? Taqdirga tan berdim, lekin shu bilan boshqa ishga o'tib ketdim. Anaqada ishladim keyin. Tez parselda ozgina ishladim. Keyin shu bilan shundan keyin qurilishdan topish oson edi u paytda. Qurilishga chiqib ketdim. Через agentство ish berardi. Qurilishda keyin undan keyin dastavkaga o'tdik. Xullas mana qurilishda uzoq qolmayman dedingiz. Mana qanchadir paytdan keyin o'zimni o'sha professional yo'nalishi bo'yicha ish qidiraman. Qayerlarda ishlamoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? Kim bo'lmoqchisiz? O'sha hujjatlar, hamma narsa endi protsess ketyapti-yu, endi hamma narsa o'shalar hal bo'lgandan keyin balki o'zim sohamda ham ishlayman. Shu keyingi yillarga reja qilib turibman, shu orkestr yoki qanaqadir shu musiqa yo'nalishlarda, masalan, So'z institutida mana bizani milliy cholg'u asboblarimizni o'rgatadigan fakultetlar bor. Balki shunaqa fakultetlarda qanaqadir ishlar bo'lsa deb qiziqib yuraman o'zi. Endi bu taqdir nasib. Ilohim barcha mana shu yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin va mana 1-2 yildan keyin siz bilan biron joyda ko'rishib qolganimizda Nafisa orkestrimning konsertiga keling deb menga o'sha chiptani anaqa qiling, qo'limga bering. Yoshim nechida dedingiz? Yoshim 27 da. 27 da. Odatda mana O'zbekistonda 20 yoshdan keyin o'sha o'g'il bolaga bo'ldi uylanasan deb qilishadi. Mana sizni ham oila qurish rejalaringiz bormi? Albatta, rejalar bor. Har kun uydagilar har kun gaplashamiz. Palonchi qiz bunaqa ekan, pistonchi qiz bunaqa ekan. Har kungi anaqa
suhbatimiz odatiy. Odatiy suhbat mavzu. Boshqa gaplar 2 minut bo'lsa, 20 minut keyin uylanish haqida ketadi. Shu bilan keyin shu xudo Demak- xolasa endi uylanish niyati bor. Xudodan so'raymiz. Soliha bir juft halol bersa deb. Ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Bularni to'g'ri bo'lgandan keyin hammasini alohida qovurib olamizmi yoki hammasini mana birga qo'shib qovuramizmi? Hammasini o'sha birinchi go'sht o'zini qovurib olamiz. Go'shtni o'zini qizartirib qovurib olish kerak. Dumbani solmaymiz. Dumbani solmaymiz. Dumbani Hop. solmaymiz. Go'sht o'zini qovuramiz piyoz bilan. Qovurib turib, keyin oxirida anaqani solamiz. Ismalog'ni eng oxirida. Tabiiy ko'ra anaqadan o'sha peri-perivallardan solamiz. Ismalog'i keyin oxirida ozgina qovurib olamiz. Ko'p ham pishib ketishi shart emas. Sal o'lsa bo'ldi anaqasi. Mana bilasiz, boya aytib o'tganimdek, hozir o'sha yana qulupni terish sezoni boshlanadi. Bo'ldi, Angliyaga boraman, o'sha mavsumiy viza bilan ishlayman deb shaylanayotgan yoshlarga, O'zbekistondan turib kelaman deyotgan yoshlarga nima degan maslahat berardingiz? Endi sabr qilib ishlash kerak hamma joyda. Menga o'xshab ketib qolmanglar. Ishlash kerak. O'sha ish beruvchi ish bergan joyda qonuniy oxirigacha ishlab yaxshi daromad qilib ketish kerak. Chunki agar men masalan ketib qolmaganimda 20 kunda balki o'rganib ketardim. Ishni zo'r. Ishni zo'r o'rganib, yaxshi pul ishlab ketayotganlar juda ko'p. O'sha ishchi bergan 6 oyga kelib qaytib ketayotganlar ko'p. 6 oy kelib ishlab qonuniy qaytib ketadi. 3 martadan keyin 3 marta kirib chiqadi-ku. O'sha ular bemalol 2 yillik vizaga topshirsa bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlari bo'ladi. O'shaning uchun qonun qoidani buzmagan holda shu 6 oy vizani 6 oyda ishlab qaytib ketinglar deb maslahat beradi ularga. Tushunarli. Boshqa maslahatingiz? Boshqa maslahat omadda. Shunaqa. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bugungi kunda Dostonbek kichkina bir guruh a'zosilar, ular mana 3 yigit bayram va tadbirlarda o'zimizning chiroyli qo'shiqlarimiz bilan o'sha instrumentlar chalib aytib berishadi. Bularni birinchi marta Kentda bo'lib o'tgan yoz sayli degan marosimda ko'rganman qo'shiq aytishlarini. Undan keyin o'zimizning o'sha o'zbek community o'tkazgan marosimlarda guruhlari bilan birgalikda qo'shiq aytib davrani qanaqa qizdirganinglarni ko'rganman-da. Chunki rostdan 3 yigit adashmasam shu 5-6 kishi qiladigan 5-6 kishilik band ijro etasizlar-da, perform qilasizlar. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shundan beri dilimda oting, shundan beri dilimda oting. O'shanda juda ham qoyil qolganman. Ovozlari bularni ovozlarini birinchi marta eshitib juda ham hayron qolganman. Bunaqa ovoz bilan Dostonbonni nima qilib yuribsiz O'zbekistonda? Shunaqa anaqaga erishishingiz mumkin edi-ku deb. Keyin menimcha adashmasam sizlarning guruhingizda 2 kishi qo'shiq aytasizlar, to'g'rimi? 2 kishi qo'shiq aytamiz, 1 kishi doira chaladi. Bir kishi doira chaladi, siz nay chalib qo'shiq aytasiz va yana bitta o'rtog'ingiz? Yana bitta o'rtog'im, u звук rejissyor, ovoz rejissyori. O'zi aranjirovka qiladi, ovoz tozalaydi. U o'shaning uchun pianinodan zo'r chaladi-da. U pianino chalib qo'shiq aytadi. Tushunarli, o'sha keyboard chalib qo'shiq aytadilar. Lekin ishoning, o'sha bizani marosimlar, nima deydi, partiyalarimiz, gatheringlarimiz sizlarni guruhlarni aytgan qo'shig'i bilan bir ham chiroyli o'tadi, hammani yodida qoladigan darajada chiroyli o'tadi. Chunki xohlagan qo'shig'ingizni maromiga yetkazib kuylab berasiz. Ular ijro eta olmaydigan qo'shiqni o'zi yo'q desam, nima deydi, adashmagan bo'laman. Agar siz bilan mana masalan marosimlarga, har xil eventlarga sizlarni taklif qilishmoqchi bo'lishsa, bizani ko'rib turgan aziz tomoshabinlarimiz siz bilan qanaqa qilib ulansa bo'ladi, bog'lansa bo'ladi? Endi men bu Londonga kelib ham san'atda umuman yig'ishtirib qo'yganimiz yo'q. Har xil men bu O'zbekiston elchixonasi ko'p tadbirlarga chaqirib turadi yoki boshqa tashkilotlar, men bu o'zbek qaysi tashkilotlarda o'zbekda ishlaydi. Ular ham ko'p chaqirib turishadi.
shunaqa bo'lib, ko'pchilikda shu raqamlarimiz bor. Agar xohlasa Instagramlarimiz bor. Instagramdan aloqaga chiqsa ham bo'lishadi. Instagramda kim bilan aloqaga chiqish kerak? Siz bilanmi o'zim yoki bilan, boshqa bir guruh a'zosi bilanmi? Yo'q, menga ham, boshqa guruh a'zosiga ham aloqaga chiqsalar bo'laveradi. Hammamiz baribir tilimiz bir. Demak, sizga ayni damda mana pastda bular bilan bog'lanish mumkin bo'lgan Instagram sahifalarini yozib qoldiramiz. Agar marosimlarda, to'ylarda, har xil eventlaringizda yana chiroyliroq o'tishni xohlasangiz, albatta bu bankni servisidan foydalaning. Ishoning, chunki bir marotaba emas, bir necha marotaba ko'rganman. Aytilgan qo'shiqlar, o'sha chalingan navolar, sadolar bayramingizni o'zgacha bo'lishiga albatta aminman. Sizlarni qo'shiqlaring bilan. Mana charchamaysizmi? Kechqurun marosimda, to'yda qo'shiq aytib, ertalabdan yana vaqtli turib ishga borish. Yo'q, charchamayman. Demak, san'atni tashlab qo'ymadingiz. Yo'q, san'at tashlab qo'yish endi qiyin masala bo'lsa kerak, chunki o'sha kichkinaligimdan boshlab shu sohada o'qib, o'sha hayot nima deydi, hayotimga aylanib bo'lganda san'at. O'sha uxlab turgan paytingizda kimdir sizni shunday o'yg'atib qo'lingizga nayi bersa chalib ketaverasiz. Chalib ketaman. Shunchalik ko'p chalingandan 13 yil kichkina vaqt emas-da. Masalan, bitta doktor o'qisa 13 yilda katta vrach bo'ladi. Shunaqa. Endi biz shu nay sohasi bo'yicha professional bo'lishga harakat qilganmiz 13 yilda. Menimcha uddasiga 700 doston. Agar sizga o'tmishga qaytarib boshqa kasb egallash, boshqa kasbni tanlash imkoniyat berilganda, qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Uchuvchi bo'lardim. Uchuvchi bo'lardingiz. Nimaga? Chunki yoshligimda birinchi orzum uchuvchi bo'lish bo'lganda. O'sha kichkinaligimda nima bo'lasan desa, uchuvchi bo'laman derdim. Keyin uchuvchilikka o'zim qiziqaman. Samolyotda uchishga, osmon yoqadi. Shuning uchun. Balki Xudo xolasa sizni farzandlaringiz ushbu orzungizni amalga oshirishadi. Balki Savolimizni to'g'ri bo'ldik. Endi hamma masalalarni qovurishga o'tamiz, to'g'rimi? Qovuramiz. Va qanaqa yog' bo'lishi kerak? Yog'i shu semichka yog' bo'lsa ham farqi yo'q. Kim qanaqa yog' xohlasa. Yog'li bo'lishi kerakmi yo ozgina yog' bo'lishi kerakmi? Men tabga ko'ra, masalan, men o'rtacha solaman. O'rtacha. Masalan, yog'li bo'lib ketsa ham kimgadir yoqmaydi. Shuning uchun o'rtacha solamiz. Birinchi qovurishni nimadan boshlaymiz, doston? Birinchi qovurishni go'shtdan boshlaymiz. Chunki bilmayman, O'zbekistonda ko'p ovqat ko'rmaganman. Lekin Angliyada go'sht anaqa ozgina suv chiqadi. Suv chiqadi, to'g'ri. O'shaning uchun birinchi go'sht qovurib olamiz. Birinchi go'shtni qovuramiz. Piyoz solamiz. Mana doston, mana Londonga kelib ovqat qilishni o'rgandingiz. O'sha eng nima deydi, noodatiy ingrediyentni nimaga ishlatgansiz va u nima bo'lgan? Noodatiy ingredient ovqat qilishda unusual bir nima ishlatasiz. O'zbekistonda hech qachon ishlatmagan narsani bu yoqda ovqat pishirishingizda ishlatganmisiz? Ovqat qilishni ishlatganman. Noodatiy bo'lgan. Ovqat qilishim o'zi noodatiy bo'lgan. O'sha birinchi marta tayyorlagan taomingiz esingizdami? Ha, esimda. Nima ovqat qilgansiz? Qum bilan sakkizga qo'ygan. Qo'ygansiz. Kuyib qolmaganmi ish qilib? Yo'q, kuymagan. Doston, mana boya aytib o'tdingiz, eng avvalo ota-onamni xursand qilmoqchiman deb. Ularni nima xursand qiladi deb o'ylaysiz? Endi bizda baxtli bo'lsak, hayotda o'z o'rnimizni topsak, ularni xursandchiligi shuda. Demak, sizni baxtli bo'lganingizni ko'rish ular uchun baxt deb o'ylaysizda. Shuning uchun ko'p aytishadi, sizlar baxtli bo'lsanglar, biz baxtlimiz deb. Shuning uchun ham baxtli bo'lmasdan ilojingiz yo'q ekan. Demak, go'shtga qanaqa pripravalar solamiz? Go'shtga kashnish solamiz ozgina. Maydalangan kashnish urug'ini solamiz. Ta'miga zo'r bunaqa beradi-da. Xo'p. Ta'm beradi. Qovurishda. Siz ham na glas solasizmi, v glas solasizmi, pod glas solasizmi? Qanaqa? Na glas solamiz, ozgina. Bering, ochib beraman. Qora murch. Qora murch ham ozgina solamiz. Tabga ko'ra. Qora murch ham tabga ko'ra solamiz. Agar qora murch iste'mol qilmasangiz, qizil qalampir soling. Shart emas, agar kimgadir yoqmasa shu narsa, solmasa ham bo'ladi.
maydalangan zira solmaymiz. Zira ham solamiz. Zira ham solamiz. Shuni ochib bering. Mana Doston birinchi marta kelishingizda siz bilan nay birgalikda yursanglar kelar hamma joydan. Nayingiz bilan birga kelganmiz, siz olib kelganmisiz o'zingiz bilan? Ha, nay o'zim bilan Qayerga olib kelgansiz? Shu samolyotga ortib ko'tarib deydi. Shu yelkamda osib. Yelkangizga olib kelganman. osib. So'rashganmi bu nima nimaga Ha, olib kelyapsan deb? Qayerda so'rashgan? Aeroportda so'rashgan, nima bo'lib Toshkentdanmi yo Londondami? Toshkentda ham so'rashgan, Londonda ham. Nima degansiz? Shu cholg'u asbobi, Ha. men shu naychiman, naychalaman Chalib ber deyishmaganmi biron joyda? deyishgan. Deyishgan birozdan chalib berganmiz. Ha, chalib berganman. Qayerda? Bo'lgan. Chunki biz juda ko'p chet ellarga chiqqanmiz. Aeroportda tekshiruvlarda har xil davlatlarda, masalan, Italiyada, Germaniyada qiziqib so'rab qolardi-da. Va boshqacha instrument ekan, bitta chalib ber, bitta ovozini eshitaylik derdi. O'sha ofitserlar, unaqa tekshiruvchilar. Qaysi mamlakatda chalgansiz, esla olasizmi? Germaniyada adashmasam Germaniyada. chalib berganman. Chaldirishgan aeroport boshimga ko'targanman, naychalib. Chunki anaqayu bagajga solinmaydi-yu, qo'lda ko'tarib. Qo'lda ko'tarib ketishingiz kerak bo'ldi. Shunaqa. Go'shtni qancha qovuramiz Doston? Go'sht shu suvi qochguncha-da, suv Suv ketadi-yu. quriguncha. Ha, suv Suv ketgandan keyin qochib ketdi, qarang, o'sha suv qochib ketdi. kim ekan bilmayman. Mana Xudo xohlasa nasib bo'lsa, bir ko'p farzandlaringiz bo'lganda, ularni ham qanaqadir instrument chalishni xohlardingiz? Ha, xuddi uchun. Qaysi instrument bo'lardi u? Pianino Pianino. yoki nay o'rgatishim mumkin o'zim, masalan. Endi chunki mana Buyuk Britaniyada tug'ilgan bola nayni tushunmasa ham kerak-da, chunki Ha. bu davlatda bu instrument umuman yo'q, bu o'zbek Yo'q. milliy instrumenti. O'shanga agar nima deydi, naydan tashqari boshqa bir instrumentni tanlash imkoniyat bo'lganda, qaysi instrument bo'lardi? Pianino. Va? Nay o'zimgami? Yo'q, farzandlaringizga. Ha, farzandlarimga doira. Doira. Chunki ko'pchilik doiraga qiziqadi-da. Doira endi urma zarbi cholg'u-yu. Ko'pchilikga qiziqdi u. Mana O'zbekistonda ham katta sahnalarda qo'shiq aytganmisiz, nay chalganmisiz? Katta sahnalarda ko'proq nay chalganman, qo'shiq ham aytganman. Aha. Qayerlarda? Davlat tadbirlarida ham chiqib qo'shiq aytganmiz, nay chalganmiz. O'sha bitta yodingizda qoladigan eng chiroyli tadbir qaysi bo'lgan? Nihol mukofotining Nihol mukofotining taqdirlash marosimi bo'lgan. Umuman o'sha Nihol mukofotini olishda ishtirok etish. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov bor edilar o'takda. Shu oxirgi marta shu Navro'zga qatnashib qolganmiz-da. To'g'rilarda turib qo'shiq aytganman. Rosa xursand bo'lganman. Qanaqadir men uchun shu baxt bo'lganda shu inson. Umrbod nima deydi? Xotiramda qolgan. Xotirangizda qoladigan ajoyib bir. To'g'rimizda turib men qo'shiq aytganman, shu gruppamiz qo'shiq aytishgan. To'g'rimizda turib bizdan tomoshaga o'tirganlar. Qaysi qo'shiq aytganingiz esingizdan? Asrlar sayqali, sen mangu bahor. Asrlar javhari, sharafshon yurtim. Sen mangu g'urursan, g'urur iftixor. O'zbekiston jonim, jahonim dedim. Senga bo'lsin fido ham jonim dedim. O'zbekiston shunaqa qo'shiqda ovoz, anaqa esimdan chiqib ketdi so'zlari. Hozir ham uyda ovqat pishirganingizda firgoy qilib aytib qilasizmi? Ha. Yoki mana ishxonada ishlayotgan paytingizda ham qo'shiq aytib ishni qilasizmi yo? Ha. Chunki o'sha baribir san'atkor bo'lgandan keyin turolmaydi-da odam. Xohlagan joyda aytib siz. G'ingillab yuraveradi. Shunaqa. Hamma san'atkorlar shunaqa. Masalan, muzikantlar ichidan baribir qaynab chiqaveradi. Boshqa ish qilgandan keyin ham ilhom kelaveradi. Masalan, o'zim qo'shiqni bastalab turaman. Ish jarayonida bastalangan qo'shiqlar ham bor-da. Просто biror ish qilib yurgan paytimda nimadir ideya kelib qolsa, shunda diktofonni yoqib, shuni zapis qilib turib, keyin qolganini keyin yozaman deb ishimni davom ettirgan paytlarim ham bo'lgan. Ilhom qachon kelishini bilmas ekansiz, ham xohlagan paytda kelib qolganda o'sha zapis qilib qo'yasiz. Shunaqa. Demak, piyozimiz qanaqa rang bo'lguncha qovuramiz buni? Piyozni shu o'lgunicha qovuramiz. O'lgunicha. Suv qochib ketdi, endi piyozimiz o'lib qoldi. Doston, mana o'zimizni o'zbek qo'shiqlaridan tashqari boshqa millat qo'shiqlar, boshqa tilda ham qo'shiqlar ijro eta olasizmi? Ha, albatta ijro eta olamiz. Men estrada ijrochiligi bo'yicha ham
dars olganman. O'sha Jamshid aka degan mohir ustoz biz bor edi. Shulardan ovoz sozlash bo'yicha dars olganman. Shu ovoz sozlash jarayonida bizga har xil qo'shiqlar o'rgatganlar. Rus tilida, o'sha ingliz tilida yoki ispan tilida shunaqa qo'shiqlar o'rgatganlar. O'shalar hozir esimda. Eng yaxshi ko'rib aytadiganingiz qaysi biri bo'lgan? Ispancha qo'shiq bor. Tayyormisizlar? Men juda ham qiziqaman, lekin hech qachon eshitmagan ekanman siz ispancha qo'shiq aytganingizda. Hozir ispancha qo'shiq nomi nima edi? Nomi nima edi? Mayli. Historia de un amor degan qo'shiq. Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Es que ya no puedo verte, porque no me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Es que ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Él dice comprender todo el bien, todo el mal. Él dirige a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no beberé. Wow. Yoqib tushib qoldi, yoqimli qoldi, ko'rdingizmi? Demak, go'shtni qovurib chetga olib qo'ymaymiz-yu, hamma narsani ichiga qo'shamiz. Hamma narsani ichiga qo'shamiz. Chunki men nimagadir Chunki o'shanda ta'm bir-biriga uyg'unlashadi-da. Mani taassurotimda qanaqa edi? Alohida go'shtli somsa qilamiz, alohida ko'k somsa qilamiz. Tushungan ekanman-da, noto'g'ri tushungan ekanman. Bo'ldi, bo'lmasa unda buni ham Ismoil og'imizni ham solaylik. Somsa anaqa, nima deydi? Piyozimiz o'lib qoldi. Piyoz jon uzildi bo'ldi. Jon uzildi bo'ldi. Bilasizmi, menimcha mana sizni xudo xolasa nasib bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz juda ham bir lucky ayol bo'ladi-da. Ovqat qilishni bilsangiz, bunaqa chiroyli qo'shiqlar aytsangiz, ertalabdan turib oilalar deydi, sirenani aytib somsalar bilan kelsangiz yonlariga. Voy, hayot emas, bu nima deydi, ertak-ku. To'g'rimi? O'shaning uchun nima deydi? Bizani kuzatib turganlar yaxshilab o'ylasin deydi. Yo, mana Yaxshi qizlar bo'lsa, har doim direktim ochadi. Yo, shuni so'ramoqchi edim sizdan. Agar mana masalan bizani ko'rib turgan oilalarda yetishgan chiroyli qizlar, aqlli qizlar, turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar bo'lsa, nimaga yo'q? Demak, hamma masallig'imizni solib anaqa qildik, qovurib aralashtirib oldik. Ozgina tuz solamiz. Endi buni suvi chiqib qoldi-ku. Suvi aniq qozonda qoladi, endi suvidan siliqtirib olamiz. Tushunarli. Doston, lekin rostdan mana aytib o'tmoqchiman. Biram chiroyli ovozingiz bor. Baritoningiz umuman unaqa nima deydi, teatrlarda qo'shiq aytadigan darajada. Shuning uchun mana stroykadan beziganingizda o'zi bo'ldi, jonimga tegdi, tashlayman deganingizda, menimcha myuzikllarda ishtirok etsangiz yoki orkestrlarda, chunki myuziklda ko'rdingiz, ham instrument chalish imkoniyatiga ega bo'lasiz, ham qo'shiq aytish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Menimcha shu yo'nalishni bir o'ylab ko'ring. Yo, o'ylaganman, shu yo'nalishda ham o'zim sohamda ishlasam baribir o'zimga yaxshi-ku. Albatta. O'zim sevgan kasb qilish. Masalan, o'zingiz sevgan sohada ishlasangiz charchamaysiz-da. Shunaqa, charchoq bilinmaydi. Harakat qilasiz, charchoq bilinmaydi. Shu xudo xolasa endi bu yog'i taqdir, nasib. O'ylaganmiz, shu narsalarning plani bor. Imkoniyat bo'lishi bilan o'sha imkoniyatdan foydalanamiz maksimalli. Tushunarli. Demak, go'shtimiz bilan sanog'imizni qovurib oldik, ustini yopib, dam olishga dimlab qo'ydik, ozgina. dimlab qo'ydik. Bu tayyor bo'pti. Tayyor bo'pti. Endi paratalarimizni Yoyib olamiz. yoyib olamiz. Qanaqa qilib yoyamiz buni? Tayyor yoyilgan bo'ladi.
ishimiz osonlashishi uchun stolimizni yog'lab olishga qaror qildik. O'sha paratalarimiz yopishib qolmasligi uchun bir tomoni faqat yog'lanadi, chunki ichkari qismini bir-biriga yopishtirganda yog'li bo'lsa yopishmay qolishi mumkin, to'g'rimi? Qo'yaveraymi уже? Bo'ldi. Endi chiroyli qilib terib chiqamiz. Doston, mana ota-onangiz uchun bitta narsa qila olish imkoniyati berilganda sizga nima qilgan bo'lardingiz? Qur'onni yodlagan bo'lardi. Ha? Qur'onni yodlagan bo'lardi. Qur'onni yodlagan bo'lardingiz. Ularga nima deydi, toj kiydirish niyatim bor. Endi Xudo xolasa unga harakat bor Qur'onni yodlashga. Eng asosiysi niyat bo'lsa, Niyat o'sha bor, ko'nglingizga tugib qo'ygan bo'lsangiz, bir kunmas bir kun Xudo o'sha yaxshi niyatingizga yetkazadi. Inshaalloh, ha, yetkazadi. Demak, o'sha pachkamizda nechta parata bo'lsa, hammasini ochib yopib olishimiz kerak. To'lim bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Endi bu kishni boshlaymiz. Endi bu kishni boshlaymiz. Men harakat Birinchi qilaman keyin bu nimamizni, masallig'imizni suvdan ajratib olishimiz kerak. Bo'ldi. Aha, hozir men durshlag olay bo'lmasa. Doston, mana hamma nima deydi, masallig'imizni hammasini распределить qilib chiqdim. 20 ta paratiga chiroyli qilib. Endi qanaqa qilib bukamiz? Ko'rsatsangiz, men ham harakat qilaman, yordamlashaman bu kishiga. 3 burchak qilamizmi, dumaloqmi? 3 burchak qilish bilaman o'zim. Doston, menga maqollar o'yinini joyiga boshqa bir o'yin qilaylik. Siz menga o'sha millatni aytsangiz, men o'sha millat tilida qo'shiq aytib beraman dedi. To'g'rimi? Yo'q, lekin jamchalik qila olmayman. Men sizga hozir, допустим, arabcha aytsam, arabcha qo'shiq aytasiz, inglizcha aytsam, inglizcha, turkcha aytsam, turkcha, ruscha aytsam, ruscha. Demak, topishmoqlarni joyiga bugun Doston bilan qo'shiq aytish o'yinini o'ynaymiz. Qaysi tildan boshlaymiz? Keling, boshlaylik. Arabchadan. 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 نسيني الدنيا نسيني العالم دوبني حبيبي سيبني أقول لك أحلى كلام لو ألف في الدنيا لو ألف في العالم مش ممكن زي غرامك أنت علي غرام لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليه لو ثانية ده بعيد عنك برجع مشتاق لك Endi arabchadan keyin turkcha. Türkçe. Seni ben çok sevdim ölürcesine. Seni ben çok sevdim dilicesine. Seni ben çok sevdim erkekçesine. Seni ben, oh seni ben. Babayım, sana ömrümü verdim babayım. Sana gönlümü verdim babayım. Seni senden çok sevdim babayım. Babayım, ah babayım. Rahmat. Baraka toping. Endi o'zbekcha eshitsa qanaqa bo'lar ekan? Bo'ladi. O'zbekchadan Jahongir Otajonov shu yoshligimizdan eshitib yurgan qo'shiqlarimizdan Oq bulutlar. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'im. Oq bulutlar aro ikki kabutar sevgi qanotida yonma-yon uchar yuraklarda cheksiz orzular bilan samoda ikkovin bulutlar quchar oq bulutlar aro ikki kabutar sevgi qanotida yonma-yon uchar yuraklarda cheksiz orzular bilan samoda ikkovin bulutlar quchar oq bulut oq gullar oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar
oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar o'sha baxtli kunni eslab yig'larlar. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar o'sha baxtli kunni eslab yig'larlar. Nagah osmonimiz bo'ldi qop-qora, bir zulmat qumsardi bizni tobora. Qora bulut aro izlab bir-birin, lochinga yov bo'ldi qushlar bechora. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar sevgi og'ushida birga edilar. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar o'sha baxtli kunni eslab yig'larlar. Aminman ushbu ijroni eshitgan Jahongir otajonim ham hozir turib sizga qarsak chaldilar. Rahmat. Endi qaysi til qoldi? Ruscha. Rus tili qoldi. Rus tilida Aleksey Chumakov shularni yaxshi ko'raman. Хоть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех ты здесь. Я иду пешком, забываю куда, мне приятно, что ты так. Где мне угадать причину явлений? О, следую тенью улицы, влюбленный в тебя. О, тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. О, тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю, не узнаю. Qaysi tilda qo'shiq aytishni juda ham xohlagan bo'lardingiz, lekin hozirgacha yaxshi ayta olmaysiz? Ingliz tilida. Ingliz tilida. Dasturimiz avvalida bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlarimizga aytib o'tgan edik. Dostonbekda nafaqat chiroyli, shirali ovozlari bor, qolaversa ular mana shu ajoyib instrumentni ham qoyil maqom qilib chala oladilar. Nay chalishni necha yil o'rgangansiz? Men chalishni 5-sinfdan boshlab to institut bitirgunimcha 13 yil. 13 yil. 13 yil. 13 yilda doktor bo'lib chiqishadingiz. Agar siz ham o'sha payt doktorlikka topshirib olganingizda bugun doktor bo'lib turarmidingiz? Shunaqa. Eng yaxshi ko'rib chaladigan instrumentingiz ham? Nay. Nay. Mana hozir qo'lingizdagi instrumentni O'zbekistondan olib kelgansiz, o'zingiz bilan. Necha yildan beri ishlatasiz shu nayni? 8 yilcha bo'lib qoldi. Shu mana Xudo ko'rsatmasin, nayingizga bir nima bo'lib qolsa nima qilasiz? Endi boshqa zakaz qilinadi-da. Boshqa nay. Endi oson bo'lmaydi, to'g'ri endi. Xudo saqlasin. Chunki instrumentga muzikant o'rganadi-da. Masalan, shu bitta tana a'zoyingizdek bo'lib qoladi-da, shunaqangi darajada yaqin bo'ladi sizga. Bir narsa bo'lishidan ham o'zi ehtiyot bo'ladi odam. Eng zo'r ovoz chiqaradigan naylar qaysi instrumentdan, qaysi materialdan tayyorlanadi? Bambukdan tayyorlanadi. Temirligi ham bor, lekin temirlikdan ko'ra bambuk ovozi shiraliroq. Shiraliroq chiqadi. Chunki bu o'tda o'sadi, tabiiy narsa-yu. Tabiiy narsa har doim. O'zingiz ham yasab ko'rganmisiz? O'zim yasab ko'rganman, anaqa oq polietilen turba bo'ladi-yu, o'shandan yasab ko'rganman. O'xshagan sozlari kelgan, endi baribir ustalarnikidek bo'lmaydi. Ustalarnikidek bo'lmaydi. Keling, hozir Dostonbek ijrosidagi chiroyli bir kuyni siz azizlarga havola etaylik. Hozir Mahmudjon Muhammedov o'sha milliy kuylarimizdan Nayallas kuyini chalib beraman. Rahmat. Qo'ldan kelgancha.
So'zlaring asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'lamon. Bilsang hijron o'limdan yomon. Sochlaring o'ynaydi shamolda. O'xshashing topmadim jamolda. Dostonbek, avvalambor mana shunaqa go'zallik uchun minnatdorchiligimni bildiraman. O'g'il bola qo'ldan bunaqa chiroyli somsa, bunaqa mazali somsa yeyman deb hech o'ylamagan edim. Avvalambor sizlarga rahmat. Sizlar bo'lmaganinglarda bunaqa chiroyli ham chiqmasdi. Ya endi yordamlashgan yordamlashdik. somsa qilaman opa deganingizni sal o'ylab qoldim, aytdim. "Voy, somsa qilish shartmikan? Boshqa biron nima osonroq qilaylik" deb. Lekin ko'rib turibsizki, chiroyli qolaversa juda ham mazali somsa chiqar ekan. Aynan parata xamirini ishlatsangiz. Bizani ko'rsatuv 20 so'mini reimburse qiladi. Aytib o'tganimdek, shuning uchun masalliqlarni iloji imkon qadar 20 so'm atrofida olsangiz ekan, full reimbursable. Bilasiz, bizani dasturimiz yaqinda Sumalak party eventini o'tkazdi. Aynan o'sha dasturda, o'sha proyektda tushgan chiptalardan tushgan mablag' evaziga Samarqand shahrida joylashgan Saxovat uyi uchun 6 ta muzlatkich xayriya qildik. Har bitta xonalarga olib kirib, o'sha xonalarda istiqomat qiluvchilarni xursandchiligini ko'rsak, ko'zlar yoshlandi rostini aytsam. Va aynan mana shu yo'lni davom ettirishni joiz deb bildik. Aynan dasturimizga kelgan mehmonlar har doim pulni yoki o'zlari bilan olib ketish yoki yaxshi bir yo'lga xayriya qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana sizni 20 so'mingiz. Albatta birovni nima deydi? Qalbiga xursandchilik ulashish Ka'bani obod qilgan bilan barobar deyshadi. O'sha xayriyalarga ana mazgina o'zim hissam qo'ysam, xursand bo'laman. Xayriyaga qo'shib qo'yasiz. Rahmat. Bizni taklif qilib borsangiz, qayerga, qanday xayriya qilinganligimizni aytib o'tamiz. Dostonbek, yana bir bor sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi dasturimiz bir ham chiroyli o'tdiki, tez bo'ldi va hammani kayfiyati ko'tarildi. Sizni ijroingizdagi kuylarni, qo'shiqlarni eshitib butun ijodiy guruhimiz va kelgan mehmonlarimiz, qolaversa bizning farzandlarimiz ham juda ham xursand bo'lishdi. O'sha aynan nay cholishingizni ko'rib, ular ham havas qilishdi. Va aminmanki, siz aziz tomoshabinlarga ham nafaqat ko'rsatuvimiz, nafaqat bu chiroyli retsept, balki Dostonbek ijrosidagi kuy taronalar manzur bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman Dostonbek. Har doim dasturimiz yakunida dasturimizga tashrif buyurgan har bitta ishtirokchidan so'rayman. Mana hayot yo'lingiz albatta oson bo'lmagan. Hech kimning hayot yo'li oson emas. Ayniqsa o'z vatanini tark etib, boshqa bir davlatga kelib, hamma narsani noldan boshlash har kimning ham qo'ldan kelmaydi. Albatta, mana bu sinov yo'lingizda sizni qiyinchiliklardan o'tib, bugungi kunda, mana ro'baramda turgan doston bo'lishingizga, orzularingizga erishishingizda, barcha yetishgan muvaffaqiyatlaringizga erishishingizda kimlarning sabablari bor va ularga nima demoqchisiz? Albatta, avvalo Alloh izni bilan hamma narsa bo'ladi. Keyin birinchi o'rinda ota-onam meni oq yuvib, oq tarab, o'zlari yemasa, ichmasalar ham o'qish yaxshi bo'lsin, farzandim yaxshi o'qisin deb shu yoshligimdan investitsiya qilganlar. Alloh ajrini bersin, umrlarini uzoq qilsin, dunyo turguncha tursin deyman. Ota-onamga rahmat aytaman. Ota-ona, sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar. Umrlar uzoq bo'lsin iloyim. Va ota-onangizdan tashqari mana Buyuk Britaniyaga kelganingizda qiyin paytlaringiz bo'lgandir. Kimdir o'sha bezvazmiyazni deydimi, hech narsa evaziga emas, shunchaki sizga yordam berib, insoniylik yuzidan yordam bergan insonlar bo'lganmi? Bor. Sardor akamga kattakon rahmat aytaman. Har doim qo'llaridan nima maslahat kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, har doim anaqa tayyor bo'lganlar-da. Biror maslahatingiz kerak desam, o'zlari vaqt ajratib, "Bosta mana bu yerga keling, mana bu yerda ko'rishib gaplashamiz" deb 2-3 soat vaqtlarini, endi baribir Angliyada bilasiz, vaqt pul. Shunaqa. Vaqtlarni ajratib, erinmasdan o'sha maslahatlarni berganlar, kerak bo'lsa yordam berganlar ko'p joyda. Ularning ham umrlari uzoq bo'lsin, farzandlari rohatini ko'rsin deyman. Ilohim.
Dostonbek, ishlaringizga rivoj tilayman. Iltimos, o'sha talantingizni tashlab qo'ymang. O'sha tashlab qo'yishga. yaxshi ko'rgan ishingizni qilish uchun nimaiki kerak bo'lsa, yo'lingizda qanaqa qiyinchilik bo'lsa, hammasidan o'tsangiz, aminmanki bir kun emas, bir kun sizni ham qaysidir bir teatrini orkestrida ko'rib qolsak agar, hech gap emas. Ishlaringizga Ajab emas. omad tilaymiz. Barcha boshlagan proyektlaringiz, yaxshi niyatlaringiz, nimaiki ko'nglingizda tilaklaringiz bo'lsa, ijobat bo'lsin. Dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma ishlaringizga omad tilaymiz. LGBT ijodkorlariga ham albatta omad, baxt, saodat har doim hamroh bo'lsin. Chaqirganingiz uchun kattakon rahmat. Aytib o'tganimdek, dasturimizda ishtirok etish uchun siz bloger yoki aktyor yoki bo'lmasa bir kompaniya direktori bo'lishingiz shart emas. Va chiroyli hayot hikoyangizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga Instagram orqali biz bilan bog'laning. Chunki aminman, sizni chiroyli hayot hikoyangiz kim uchundir qiziqarli.